Ingliz tilini noldan o'rganamiz nomli darslarimizni boshlaymiz. Bugun birinchi dars. Birinchi darsda alfabet, ingliz alifbosini o'tamiz. Xo'sh. Assalomu alaykum barchaga. Bugundan boshlab biz ingliz tilini noldan boshlab o'rganamiz. Hop. Nega ingliz tilini o'rganish kerak? Birinchidan bu dunyoni xalqaro tili hisoblanadi va ish topish imkoniyati, xorijda o'qish va daromadni oshirish va shunga o'xshagan narsalar uchun ingliz tilini o'rganishingiz mumkin. Endi ingliz alifbosi 26 ta harf mavjud ingliz alifbosida. O'zbek alifbosiga juda ham o'xshaydi. Ba'zi harflar yo'q va ba'zi harflarni o'rni almashgan. Mana buni o'qib ko'rishingiz mumkin. A, B, S, D, E, F, G, H, I, J. Qolganlarini ham shunday o'qishni davom ettiring. Bu alfabetni yodlab olganingiz yaxshi. Maslahatim bunday yodlamang. Hozir keyingi slaydga o'tamiz. Ingliz tilida harflar yozilgandek o'qilmaydi. Hozir sizlar bilan buni misollar orqali ko'rib chiqamiz. Mana buni yodlashda, ya'ni alfabetni yodlashda shunday o'qilishi bilan yodlagan yaxshi. Masalan, A, B, S, D deb yodlamay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Xo'sh. Bunday yodlash juda ham o'zingizga oson. Masalan, men ham boshida yodlaganimda shunday yodlaganman va hozir ham buni qaytarmasam ham, ya'ni alfabetni qaytarmasam ham umuman esimdan chiqmaydi. Shu yaxshi usul. Endi bu yerda Z ni ko'rib turibsizlar, ya'ni Z, biz tildagi Z. Bu yerda Z yoki Z ikki xil turda o'qisa bo'ladi. Ya'ni Z bu Britaniya talaffuzi, Z Amerika talaffuzi. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Men masalan Z ni tanlaganman va Z deb yodlaganman. Xo'p, mashq qilamiz. Men sizga 5 ta random harf beraman. Siz esa uni videoni to'xtatib, uni topganingizdan so'ng videoni davom ettiring. Ya'ni videoni to'xtatib turasiz. Har bir so'zdan, ya'ni har bir harfdan keyin uni talaffuzini topgandan so'ng keyin videoni davom ettirasiz. Keyin yana bitta harf shunday davom etadi. Bu harfni topishingiz uchun videoni to'xtatib turing va toping videoni. Okay. Buning o'qilishi A. A. A deb o'qiladi. Xo'p, endi keyingi harf H. Bu H deb o'qiladi. H. S. S. Z. Z yoki Z. F. Hop, bugun bu birinchi darsimiz edi. Xo'sh, bu ingliz alifbosi bo'lgani uchun juda ham oson va buni yodlab olganingiz yaxshi. Keyin o'zingizga juda ham foydali bo'ladi. Keyingi darslarni profilimdan topishingiz mumkin. Like and subscribe. Like va obuna bo'ling.